Demak, elektron doska parollangan turibdi. Biz bilmaymiz bu parolini. Mana shu elektron doskani parolini hozir ochishdi. Mana shu bolalar bilan birga ko'rib o'tamiz, ha. Xo'sh, demak, maxsus dastur fleshkada bor. Buni linkini tashlab beraman sizlarga. Qayerda yuklab olish kerak ekan va bitta klaviatura kerak bo'ladi. Demak, birinchi navbatda buni перезагрузка beramiz. Перезагрузка. O'chiramiz va yoqishda ayni qaysi klaviaturani bosishni bilmaymiz, lekin mana shu F9 dan F12 gacha klaviaturani to'xtamay bosib turamiz tezroq. Mana yonayotgan vaqtida ayni. Hozir bu o'chyapti, mana yonyapti, endi yonishda. Mana shu to'rtta klaviaturani bosib turaman. Bot menu ekrani F11 ekan, hozir yonib ketdi, qayta yuklaymiz. Hozir yana qayta nima qildim, nima deydi? O'chirib yoqdim. F11 ekan. Bot menyuga kirib olamiz. F11. Mana F11 ni bosib turibman tez. Xo'sh, mana bot menyu ochildi. Endi meni fleshkam bor, mana fleshka qo'yilgan. Mana bu, demak, fleshka nomi chiqadi. O'shani to'g'risiga tanlab enterda bosamiz. Xo'sh, mana Windows qilingan menda va mana bu ikkinchi Windows 11P degan ya'ni ISO formatdagi fayl turibdi. 2 marta enterda bosdim va yana enterda bosaman. Boshqa bu yerda boshqa narsa bo'ladigan yo'q. Demak, fleshkadagi ma'lumotni yuklayapti. Xuddi nima deydi? Ya'ni Windows xuddi yuklanganda fleshkadan yuklayapti-da. Mana. O'qituvchilar, demak, mana Windows WinP установка driver, пожалуйста. Подождите, ya'ni o'rnatilyapti, ya'ni. Endi bitta mishka ham kerak bo'lar ekanda. Olib kelasan mishka. Mishka ham olib kel. Xonadan hozir mishka kelsam davom ettiramiz. Xo'sh, demak, mishkamiz ham keldi. Mana endi bu qarang. Bunda postga kiramiz va programma. Bu yerda mana bu yerda Sbros parol degan dastur bor. Bu yerda mana bu Restart Windows parol. Bosamiz va Dali tugmasini bosamiz. Yana Dali, next, ya'ni da. Xo'sh, ko'rib turgan bo'lsak, mana bu yerda mana adminga qulfcha osilgan, ko'ryapsizlarmi mana statusda? Ko'rinyapti-mi? Demak, o'shani tanlaymiz va next ni bosamiz. Va mana bu yerda endi mishka bilan ko'rsatsam yaxshiroq bo'ladi. Rest chain deb bosamiz, ya'ni da. Xo'sh. Mana ko'ryapsizlarmi? Endi nima bo'ldi? Qulfcha mana buni olib tashlaymiz. Bu endi hozir boshqa foydalanuvchi bo'lish kerak, lekin buni olib tashlasak foydadan xoli emas. Faqatgina o'shani belgilab mana ko'rsak, endi status degan joyga, ko'ryapsizlarmi? Hammasi, ya'ni qulf ochildi. Xo'sh, bo'ldi. X bosamiz va da. Endi nima qilamiz? Pustga kiramiz, перезагрузить bosamiz. Bo'ldi, endi kompyuterda o'zi ishga tushadi. Menimcha hozir maqsadga erishdik deb o'ylayman. Admin parol so'ramadi. Parol so'ramay birdan mana kompyuter. Bu kompyuter uchun ham, har qanday elektron doska uchun ham. Tushunarlimi? Elektron doska uchun ham, Windows operatsion sistemasi ishlaydigan har qanday qurilma uchun o'rinli bo'ladi. E'tibor uchun rahmat, sog' bo'linglar.